Qandli diabeti bor insonlar qand ko'tarilsa uy sharoitida qilish mumkin bo'lgan aniq 4 ta ish. Ertalab shunda uyg'ondingiz, o'rningizdan turdingiz, gulkometrni qo'lingizga oldingiz va qandni o'lchadingiz. Va ekrandagi dahshatli raqam 15, 18 yoki hatto 20 odamni darhol peshonalaridan sovuq ter chiqarib, vahima boshlattirib yuboradi. Ko'pchilik darhol shoshilinch tez yordam chaqirishga harakat qiladi yoki qo'liga tushgan dorini 2 barobar ko'p ichib yuboradi. To'xtang, vahima qilmang. Qandni ko'tarilishi xavfli, lekin agar siz hozir men o'rgatadigan 4 ta to'g'ri qadamni birin-ketinlik bilan qilsangiz, vaziyatni uy sharoitida o'zingiz xavfsiz boshqara olasiz. Men vrach endokrinolog Bobur Umurov bugun sizga dorilarsiz oddiy usullar bilan sakrab ketgan qandni qanday qilib to'g'ri tushirish sirini ochib beraman. Diqqat bilan eshiting. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizni sog'lig'ingizni sizdan-da ko'proq o'ylaydigan Bobur doktor. Ha, aynan sizning diabet doktoringiz. Avvalambor o'sha qo'lchani qizartirib, yashil qilib, ko'kartirib qo'ying do'stlar. Chunki bu videoni kutayotgan minglab insonlar bor va ularga yetib borishi uchun birinchi ko'rayotgan insonlar albatta buni qo'llab-quvvatlashi kerak. Shundagina YouTube buni minglab insonlarga ko'rsatadi. Shunday ekan do'stlar, qizg'anmasdan, o'ylamasdan, dunyoni o'z qarichingiz bilan o'lchamasdan, mingta fikr bildirmasdan, bu like yig'adigan mayli siz uchun shunaqa bo'lsa ham mayli endi. Men roziman, shunga ham hatto roziman. Siz o'sha qo'lchani qizartirib, o'sha qo'lchani ko'kartirib qo'ying. Chunki bu video minglab insonlarni hayotini qisman o'zgartirishi kerak. Biz shu uchun bu videoni chiqarganmiz. Shu uchun sizga yuzlanganmiz. Qo'llab-quvvatlang va qolganlar ham ko'rsin, qolganlar ham foydalansin, qolganlar ham hayotini qisman o'zgartirishga harakat qilsin do'stlar. Va albatta fikrlaringizni kommentlarda yozib qoldiring. Sizni nima qiynaydi? Muammolaringiz nima? O'zi biz chiqarayotgan videolar sizga yoqyaptimi? Qanchadan beri bizni kuzatasiz? Albatta fikrlaringizni yozib qoldiring. Ularning har biri men uchun juda ham muhim. O'qimaydi, ko'rmaydi demang. Biz o'qib, ko'rib, hammasini analiz qilib, keyingi videolarimizda albatta u yerdagi fikrlardan foydalanamiz do'stlar. Va albatta obuna tugmasini bosib qo'ying. Iltimos, agar siz tushunmasangiz, tushunadigan nabiralaringiz, o'g'il-qizlaringizga aytsangiz, sizga yordam beradi. O'sha obunani bosib qo'ying. Ya'ni biz videolarimizni birinchilardan sizga yetib borishini ta'minlab beradi va bahonada bizni qo'llab-quvvatlaganingiz qoladi. Har biringizni obuna bo'lib kuzatishingizni xohlagan bo'lardim. Demak, boshladik. Avval tushunib olaylik. Nega, nima uchun o'zi qand sakrab ko'tarilib ketadi? Kecha to'yda, misol uchun, siz ozgina parhezni buzgandirsiz. Yoki kim bilandir qattiqroq tortishib qolgandirsiz. Uyda nimadir tushunmovchilik bo'lgan va siz janjal qilib qo'ygan, asabiylashgandirsiz. Bunda kortizol gormoni qandni osmonga chiqarib qo'yishi mumkin. Agar qand 15-20 ga chiqadigan bo'lsa, tanada o'zi nima yuz beradi? Qisman shuni tushuntirib beray. Qoningiz xuddi asaldek, mana yaxshilab qarang. Asaldek, qiyomdek quyuqlashib qoladi. O'zi aslida bilishingiz uchun aytmoqchimanki, agar hammasi normada bo'lsa, mana suvni tiniqligini ko'ryapsizmi? Qon shunaqa oq bo'lmaydi, endi qizil bo'ladi, lekin mana shunday o'sha rangi tiniq va suvdek suyuqqina, hamma etaplarni bemalol qila oladigan yoqimligini va tasavvur qiling, qand ko'tarilib ketganda mana shunday qiyomdek quyuq va bu quyuq qon tomirlardan sekin yurishadi. O'zi qon tomir mana shunaqa bo'ladi. Buni ko'p videoda ko'rsatganman. Qarang, qanday chiroyligina turibdi. Agar shunaqa holat qancha ko'p bo'lsa, bu qon tomir devorlarini yallig'lantiradi, jarohatlaydi degani. Va jarohatlangan qon tomir devorlariga mana bunga o'xshagan sizning qoningizni ichida xolesterinlar ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, mana shu yerda yurish sekinlashadi va sekinlashgan paytda bemalol o'sha jarohatlangan joyga xolesterinlar birikib, ana shunaqangi qon tomirlarni bekitib qo'yishni boshlaydi. Bu quyuq qon tomirlardan sekin yuradi. Buyraklar esa bu zaharni qondan filtrlab chiqarib tashlash uchun o'zini qiynab 3 barobar kuch bilan ishlashni boshlaydi. Agar biz hozir buyrakka yordam bermasak, qand tushmaydi. Demak, bizning birinchi vazifamiz qonni suyultirish. Birinchi qiladigan ishingiz nimadan iborat? Avvalambor suv, shunchaki oddiy va toza suv. Suv terapiyasi deydi buni. Darhol 2-3 ta stakan bokalni to'ldirib 400-500 ml yoki 1 litrgacha bemalol suvni ichsangiz bo'ladi. Bu oddiy, biroz iliq suvni ichish, suv oshqozon orqali qonga tez so'riladi va quyuqlashib ketgan, hozir ko'rsatdik-ku, mana bunday bo'lgan
qonni, siropni suyultirishga yordam beradi. Buyrak esa siydik orqali ortiqcha qandni chiqarib tashlaydi. Bu orqali siz buyrakka ham yordam bergan bo'lasiz. Va ikkinchi qiladigan ishingiz bu maksimal darajada mushaklarni ishga tushirish. Ya'ni siz mushaklaringizdan foydalanishingiz mumkin. Eng ko'p qilinadigan xato mazam yo'q deb divanga yotib olish. Yotmang. Oyoq mushaklari bu tanadagi eng katta qand yoquvchi pechka. Buni yaxshi tushunishingizni xohlardim. Ya'ni qand balandmi, demak oyoqda qizish bor. Nima uchun qiziyapti demoqchi bo'lsangiz agar, harakat qil, to'g'ri o'rindan o'tirma degani. O'tirma degan signalni sizga beryapti. Eng asosiy pechka bu oyoq mushaklari. Uni uyning ichida yoki hovlida shunchaki 15-20 daqiqa sekin asta piyoda yuring. Shunchaki sekin asta piyoda yurish mushaklar ishlashi uchun qondagi qandni o'zidan shunchaki so'rib olishni boshlaydi. Qancha mushak yaxshi harakat qiladi, shuncha qonda ko'tarilib qolgan qand mushakka sarf bo'ladi. Ya'ni mushak ishlayapti-ku, ishlashi uchun energiya kerak va u energiyani mushak osonroq tortib oladi shunchaki. Bu yerda bir nechta prosesdan o'tmasdan shunchaki harakat bilan bu ishni qilish mumkin. Uchinchi qiladigan ishingiz bu dorilarni tekshirish. Kecha kechqurun yoki bugun ertalab ichishingiz kerak bo'lgan dorilaringiz mabodo esdan chiqib qolmabdimikin? Agar esdan chiqargan bo'lsangiz, uni hoziroq ichib olsangiz bo'ladi. Yoki agar siz insulin qabul qiladigan bo'lsangiz, balki insuliningizni qabul qilmagandirsiz va sizga ancha osonroq bo'ladi. O'sha prostoy deydi-ku, suvlik insuliningizni shu joyga, o'sha qandga qarab, moslab 3, 4, balki 5 единица qilib oladigan bo'lsangiz, hozir ham hech qisi yo'q, tezroq qandni tushishiga yordam beradi. Agar unutgan bo'lsangiz, o'sha dozani qabul qiling. Lekin o'z boshimchalik bilan, esingizdan chiqarmang, o'z boshimchalik bilan dozani oshirib yubormang. Dorilarni qayta-qayta ichib tashlamang. 4-chi qiladigan ishingiz ochlik. Toki sizda glyukometrdagi ko'rsatkichingiz, qand ko'rsatkichi 8 ga tushmaguncha hech qanday ovqat yemang. Hech narsa qabul qilmang. Hatto meva, hatto qanaqadir ichimlik, hatto sabzavot hech narsa sizga kerak emas. Och qolgan bo'lsangiz, ochlikni bosish uchun oddiy suvdan foydalanishingiz mumkin. Lekin qo'shimcha hech narsa yemaysiz. To 8 ga tushib, 8 dan pastga tushmaguncha. Diqqat qiling. Bu usullar sizda qandni 13, 18 atrofida bo'lsa yordam beradi. Lekin raqam 20, 25 dan oshsa, og'zingizdan atseton hidi kelishni boshlagan bo'lsa va qayd qilayotgan bo'lsangiz, allaqachon bu yerda piyoda yurish yordam bermaydi. Zudlik bilan unaqa holatda tez yordam chaqirish shart. Agar qoningizdagi qand doimiy 10-15 dan tushmay yurgan bo'lsa, bu sizni ichkarida chirityapti, esingizdan chiqarmang. Sizga zudlik bilan endokrinologni chuqur tashxislash, diagnostika o'tkazishi va siz uchun muhim bo'lgan, siz uchun aynan kerakli bo'lgan davo taktikasini tuzishi kerak degani. Agar siz bir necha marta murojaat qildingiz, shifokoringizda almashtirdingiz, boshqalarga murojaat qildingiz va baribir ham qand 10-15 dan tushmayotgan bo'lsa, demak biz sizga yordamga kelamiz shu joyda. Biz sizga yordam berishga tayyormiz. Siz bemalol bizni hozircha Buxorodagi yagona filialiga ega bo'lgan Garmonik Plus klinikamizga tashrif buyurishingiz mumkin. Biz aynan mana shunday murakkab holatlarni tizimli ravishda normaga keltirishda va asoratlarni oldini olishda yordam ko'rsatamiz. Bu foydali videolarni esa albatta yaqinlaringiz bilan ulashishni esdan chiqarmang. Bizni qo'llab-quvvatlang. Izohlarda sizda shunaqa holat bo'lganmi? Siz nimalar qilgansiz? Albatta boshingizdan o'tkazgan kechinmalaringiz haqida qisqacha 2 og'iz suhbatcha qurib ketsangiz, biz juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Albatta obuna tugmasini bosib qo'ying, bizni qo'llab-quvvatlang. Demak, bizni kuzatishda davom eting. Hali oldinda sizga berishimiz kerak bo'lgan, sizni hayotingizni osonlashtiradigan va siz uchun ishlab chiqilayotgan yangiliklarimiz juda ham ko'p. Shu uchun ham bizni obuna bo'lib kuzatishda davom etsangiz, siz uchun eng yaxshi, eng zo'r videolarimiz hali oldinda, xudo xolasa. Sog'lig'ingizni asrang do'stlar. Bu siz uchun juda ham muhim. Biz esa shunchaki sizga yo'l ko'rsatayotgan bo'lsak, sizning sog'lig'ingizga qandaydir 1 gram bo'lsa ham, 1 soniyalik bo'lsa ham agar foydamiz tekkan bo'lsa, xursandmiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Bizni kuzatishda davom eting.